Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Strategiya nima deydi programmamiz orqali sizlar bilan yana yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men Abdusalom Niyoz Uyg'ur. Bugungi programmamizda biz davomli yana doktor Erkin Akram apandi bilan suhbatimizni davomlashtiramiz. Suhbatimizni boshlashdan burun biz oldi bilan yaqinda dunyoda yuz bergan muhim voqealarni eslab o'taylik. 14 dekabr Ankara'da Xalqaro islomiy tashkilotlar qurultayı ochildi. İnternetda Uyg'ur ayol ishchilarni top o'tkazish haqida berilgan e'lon muhojiratdagi Uyg'urlar orasida g'ulg'ul qo'zg'adi. Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li Uyg'ur masalasida hargiz sukut turmaymiz dedi. Amerikaning o'tir darajalik shirkatlari Xitoydan chekinmoqda. 15 ve 16 dekabr İspanya'nın Madrid şehrinde açılgan 14. nöbetlik Avrupa-Asya diplomatlar yığınında Şarkı Türkistan ve Hong Kong'daki meseleler tilga ilindi. Guardian Tinchlik Fondining dokladida oshkorlanishicha, Xitoy mustabid hokimiyatlarni kuzatish texnikasi bilan ta'minlovchi eng chong davlatga aylandi. Amerika ovozi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning yasab chiqqan aviamatkasini Xitoy armiyasi topshirib elib ishlatishga boshlagan. Yevropa ittifoqi Ilhom To'xtiga Sakharov mukofoti berdi. Mukofot lavhasi Uyg'ur yoziqida yozilgan bo'lib, bu Xitoyni qattiq beoram qildi. Germaniya ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, Germaniyaning Cologne futbol klubi Xitoy bilan hamkorlashishni to'xtatgan. Yevropa parlamentiga sunilgan Xitoyni jazolash qarori tasdiqdan o'tdi. Amerika Avam palatasi Tibet qonunini ma'qulladi. Xitoy buningga qarta o'ch oldiganligini bildirdi. Musulmon boshliqlar yig'inida Mahadir Muhammad islom dunyosining Uyg'urlar masalasida kuchli bir inkosda bo'lmaganligini, bundaq bo'lishidagi sababning musulmonlarning ojiz bo'lganligidan ekanligini bildirgan. Xitoyning Malayziyada turishliq bosh elchisining Uyg'urlarni ayblashi Malayziyada kuchli qarshilik uchirdi. Xitoyning 4 shirkati Amerikada soxta mahsulot ishlab chiqarish bilan ayblanib sotlandi. Natijada Amerika Sesko shirkati da'voda yengib chiqdi. Xitoyning bu qitim tungan imomlarni radga silish bahonasi bilan zarba berish nishoni qilganligi oshkorlandi. Xitoy universitetlari maktab nizomnomasiga tuzitish kirgizganligi oshkorlandi. Xitoy bilan Rossiya Suriyaga qilinadigan insoniy yordamning yetkazilishiga to'sqinlik qildi. Xitoy tamojna bejini tushirishning 1 yanvardan boshlab ijro qilinadiganligini e'lon qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, dunyo vaziyati haqida mushinchlik to'xtalamiz. Endi diqqatinglar programmamizning davomida bo'lsin. dekabr Ankara'da Xalqaro islomiy tashkilotlar qurultayı ochildi. Biz burun islom dunyosidan Uyg'urlarga oid bir inkosning chiqmaganligi uchun ko'nglimiz bek yerim bo'lgan. Islom davlatlari hukumatı Xitoyga bo'lishib xalqaro sahnlarda bizga qarshi Xitoy tarafda turgan. Yaqinda dunyoning har taraflaridan Sharq Turkistonliklarga qilinayotgan zulmga qarshi bu islomiy tashkilotlar orqali Sharq Turkistondagi zulmni islom dunyosi xalqiga anglatish imkoni borligi o'tirg'i chiqyapti. Savolimizga kelsak, islom davlatlari xalqi demokratiyadan mahrum qilg'ach hukumatga ta'sir ko'rsatilishi notayin. Shundaqdimi xalq hukumatining qilmishlariga nisbatan bir besim epkilish ehtimolligi bormi? Bunda ehtimoli bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bu musulmon davlatlar qanchalik o'zininki milliy manfaatni o'ylab turib, Xitoy bilan munosabatni yaqin qurgan bo'lsa-mu, islom dunyosida nurg'un xalq va shundaqlar bu o'qigan ziyolilar va shundaqlar mutaxassislar, ya'ni bu Uyg'ur masalasini bir islom dunyosininki bir masala bo'lganligini va shundaqlar buningga qarta bir tadbir yoki bir boshqa bir choralarni izlashga tirishyotdi va yezyotdi va taklif qilyotdi. Faqat bu islom dunyosidagi bu davlatlar Xitoy bilan bo'lgan bu tijorat, bo'libmi energiya tijorati va shundaqlar Xitoyni bozor deb ko'rishi bu davlatninki manfaati bilan, ya'ni o'zlarininki manfaati bilan munosabatlik bo'lg'achqa Xitoyni ranjit qilishninki bir yaxshi bir natija kelmaydiganligini, ya'ni manfaatga to'g'ri kelmaganligini o'ylayotdi. Undan boshqa bu Amerikaga qarshi Xitoy
ikkinchi kuch bo'lib o'tirib chiqyapti. Ertagin Amerikaning yerini elib dunyoga hokim bo'la oladi. Hozirdan boshlablar Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaqin qurish kerak degan bir tushuncha bor. Misalga agarda Xitoy ularni o'ylagandek Amerikaning yerini olamagan taqdirda nima bo'ldi degan masala bor. Agarda bunda bir ahvol paydo bo'lib qolgan vaqtida islom dunyosida Uyg'ur masalasiga boshqacha qaraydigan bo'ladi deb o'ylayman. Undan keyin Xitoyning iqtisodimi burunga qarag'an chaqda taraqqiyoti ostilashyapti va ishlab chiqargan mollarni dunyoga o'ng'ay sotamayapti, qo'llarda qilyapti va bu energiyani bu ba'zi islom dunyosidan olamiz deyapti. Boshqa masalalar chiqib qolgan taqdirda, misalga Ironda bir masala chiqib qolgan chaqda Xitoyningki bu yerdagi manfaatiga daxil qiladi, ya'ni energiya manfaatiga. Va agarda bu islom dunyosida ki İran merkezlik shunday bir urush jidallar paydo bo'lib qolsa, misalga Suudi Arabiston bilan İran munosabati, Isroil bilan İran munosabati degandek. Bundan keyin Amerika, Rossiya degandek davlatlar qo'l solgandan keyin bu rayondagi masalalar murakkab bo'lib ketadi. Undaqda Xitoyningki yangi İpek yolu stratejisiga manfiy ta'sir yetkazadi. Ve Amerika bu islom dunyosining Xitoy bilan bo'lgan munosabatiga qarab turmaydi. Bo'libmi misalga Suudi Arabiston bilan İran orasi bu jeriklik munosabati davom qilgan siri Amerika Suudi tarafni qo'llab davom qilgan chaqda hamda bu Xitoymi İran bilan Suudi Arabistonning orasidagi bu xil tangpunlik siyosatini ilib boramagan taqdirda, chunki Xitoy ham İran ham Suudi Arabiston bilan o'xshash bir siyosatni ilib beryapti. Ammo bu tangpunlik siyosati Suudi Arabistonni mamnun qilolmaydi, İranni mamnun qilolmaydi. Shunday bilan birlikda yana bir nurg'un masalalar bo'ladi. Ya'ni uzun muddatda degan vaqtida musulmon dunyosi yana shu Uyg'ur masalasiga sahip chiqadi deb o'ylayman. İnternetda Uyg'ur ayol ishchilarni top o'tkazish haqida berilgan e'lon zilzila qo'zg'adi. Bugungacha Uyg'urlarning Xitoyning ichkari o'lkalarida qul o'rnida ishlatilayotganligini deb kelgan bo'lsaqmi, ular haqida aniq ma'lumot olmay kelgan edik. Bu e'lonlarda Uyg'ur ayol ishchilarning yoshining 18 yoshdan 35 yoshgacha ekanligi berilgan. Bu e'lonning bayni qul savdosi ekanligi odamning ichini etishtirdi. Xitoy Uyg'urlarning ishsizligini tugitimiz deb chiroyli ot qo'yib, Uyg'ur yoshlarini ichkariga yo'tkadi. Buni to'sishga vatandagilar ojiz keldi. Sizdan so'rab baqsaq, bu ahvollarning davomlashishini to'sishning bir chorasi bormi? Biz yoshlarimizning, ayollarimizning qul qilinishiga hech chora qila olmay, ichimizdan tugishib, mushundaq yashashga majburmi? Hamda Xitoyningki bu qilayotgani bu so'yqirim, ya'ni genosidninki bir xilidir bu. Ya'ni bir millatni boshqa bir millatning orasiga akirib, ularni yomon yo'lga yoki ularni assimila siyosati bilan yo'q qilish bu bir so'yqirimga kirdi. Buni shu xalqaroningki inkosi bilan, xalqaroning bisimi bilan Xitoyni to'xtatish bir yo'l deb o'ylayman. Undan boshqa ya'ni Uyg'ur xalqiningki bo'libmi shu Sharq Turkiston xalqining bir shuur, ya'ni bir ang yetilish lozim. Mayli nega apasun o'zininki kimligini qo'g'dab qilish degan bunda bir mafkurani yaratish lozim. Yaratilgan vaqtida balki ishkirini nega apasun u yerda erib ketamaydi deb o'ylayman. Ammo bu hozir men degan bu chora undaq oson bir chora emas. Bu Xitoyningki shu tarixdan beri nurg'un millatlarni assimila qilib Xitoy bo'lgan. Misalga Janubiy Xitoylar hammasi keng Xitoylashgan. Undan keyin bu Gansu, Qinghai degan yerlar burun Xitoyningki yer emasdi. U ham Xitoylashdi. Hozir texmi yeyilib Mo'g'uliston, Sharq Turkiston, Tibetda bunda siyosatni ilib beryapti. Ya'ni bu xil assimilasiya siyosati bo'libmi bir millatni yo'qotish siyosati,
Bunu mu şu halkaranınki küçü bile onunla bizim işiltiş lazım. Hem de bu rayonun bu müstemlike bir rayon boğanlığını tespit kılıp bunu delille bile sunup bir doklat bile Birleşken Devletler Teşkilatı'na müracaat kılış lazım. Çünkü 1962'den 68'gacha Birleşken Devletler Teşkilatı'nda çıkaran bir halkara kanun var. Bu bolsa şu müstemlike rayondaki halkını azat kılış ve zeminini kaytırıp beriş. Eğer kaytırıp vermey yani zulümünü devam kılgan takdirde bu vaqtida Birleşken Devletler Teşkilatı ben degan kanunlarga tayinib turib Xitoyga yana bisim ishlatkil bo'ldi. Hozircha qila oladigan choralar mushu deb o'ylayman. Bu bir murakkab bir mesele hal qilishmi oson emas. Xitoy bu insonlikdan chiqib ketgan bunda bir siyosatni ilib berishi buni bir ahlaki mesele deb xalqaro mushu jamoatga tunishtirib xalqaro jamoatni hareketga o'tkazish lozim deb o'ylayman. 15 ve 16 dekabr İspanya'nın Madrid şehrinde açılgan 14. nöbetlik Euro-Asiya diplomatlar yığında Avrupa İttifakı'nın yeniden tayinlangan diplomat ve bexatarlik stratejiya Ali vekili Josep Borrell, Şarkı Türkistan ve Hong Kong'daki meselelerini tilga aldı. Bunun karta Xitay Tashqi ishlar ministri Wang Yi konu muqamni to'g'lab Avrupa İttifakı'nı Xitayning ichki ishlariga aralashmasin deb gapni tugatdi. U Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nüfuzu ve xalqaro qonunni e'tirof qilganligini, lekin ikki tarafning tarixiy arqa ko'rinishi ve ijtimoiy andizisining o'xshamaydiganligini, shunga ba'zi fikr ixtiloflarining normal ekanligini bildirgan. Josep Borrell bununla qarta hamma davlatning ichki ishi bo'ladi, biroq kishilik huquqni oyoq osti qilish dunyoviy masala. Bu hargizmo ichki ishlar emas degan. Endi so'raydigan savolimiz: Avrupa İttifakı'nı Xitayning safsatlariga qarta o'zining dunyo qarshida ching turdi deb tushunsak bo'lamdi. Ya'ni manfaat yoki boshqa munosabatlar mavjud bo'lsa-mu, dunyo qarshini qo'g'dash uchun bu zulmga qarshi chiqishda oxirgacha tura oladi deb tushunsak bo'lamdi. Va yoki ular manfaat bilan dunyo qarash o'xshashla musbat tarafda bo'lg'ach Xitoyni cheklashda ching turyotamdi. Bence bu G'arb devletleri yani G'arb dünyası hem özününki menfaatini qo'g'dash hem de özününki bu qimmat qarashlarini qo'g'daydi deyman. Çünkü bu G'arbliklar şu 17. asırdan itibaren hem dini urushlar bo'lib ketgan. Ondan keyin bu 18'den 19 20 yüzyılın beshigacha bu yerda nurg'un etnik urushlar bo'lib ketgan. Bu urushda necha milyon insanlar o'lib bo'ldi. Shuningga G'arbliklar bundaq bir jangni, adam o'ldirishni, bundaq vahshiy ahvollarning oldini olish uchun cho'qim shu qimmat qarashlarining o'tirg'i chiqishi va bularni qo'g'dash, ya'ni bu qimmat qarashlarini qo'g'dash bilan birlikda va G'arblik bo'ldi hamda. G'arbliklar agarda bu qimmat qarashlarini yuztirib qo'ygan taqdirda G'arbliklar G'arblik bo'lamaydi hamda. Shuningga bu G'arb davlatlar bu inson haqlari, demokrasi, inson ifoda erkinligi ve matbuatning erkinligi teng barobar degandek mushlarni qo'g'daydi. Ve bunu şu dunyoga yaygandan beri dunyoning nurg'un davlatlar misoliga demokrasi tuzumga o'tgan bo'ldi. Burun şu Huntington'nki yazgan bir kitap var. 3. Dolqun deydigan. O kitapta şu demokrasini dunyoga yayilgandan beri şu 90'lı yıllargacha 3 qitim bir dolqun qo'zg'algan ve bu dolqun bilan birlikte dünyada %70-75 devletler demokrasiga o'tdi degan gap. Yana yig'ib kelgan chaqda dunyoda abaqa degan bu g'arbliklarningki qimmat qarashlarini qabul qildi degan gap. Yani Xitoydek qabul qilmagan diktatör bir hakimiyet bo'lsa, ishib qolgan 1/3 dunyoning 1/3 devletiningki temsilchisi hamdi Xitoy. Shuningga bu ko'z qarashma nima dunyodagi bu qimmat qarashlarga
karşı çıkan şu Xitay buludu ve beşi buludu. Bundakta Xitay şu Garp dünyasınınki nişanı buludu. Hem de Garp devletler şundakla menfaatini mi qoğdaydı, özününki devletinin ali menfaatini. Bu ali menfaatini qoğdaş bile şu kıymet karaşlarının arasında hem de bir temponluk bir siyasetine ilip bardı Xitayga karşı dep oylayman. Bu bir tarafı. Ondan keyin Xitayning tolu deydigan bir gibi ichki ishlarga aralashma deb. Ama ben deb o'tdim, bu g'arblarninki qimmat qarashlari universal haliga keldi hozir. Ve bu xil insan hakları bu igilik hukukdan üstün bo'lganligini şu Yugoslaviyanınki taqilib yetish vaqtida o'tirib chiqqan. Bunda paytda Xitoy bir ichki ishlarga aralashma debla qutulamaydi. Hem de Xitoy mı öz vaqtida mı jiq devletlerge aralashgan, misaliga Mao'ning vaqtida şu Janubiy Sharq Osiyo devletleriga kommunizmni yaymiz deb u yerda nurg'un jidallarni chiqargan. Ondan keyin Afrikada mı bunda ishlarni qilgan. Hozirgacha mı şu ichki ishlarga aralashayotgan ahvollarni mı ko'ryapmiz. Misaliga Sudan degan bir devlet bor, ikkiga bo'linib ketdi. Shu vaqtida mı şu Sudandagi menfaatni qo'g'dash uchun Sudan'nınki siyasi, iqtisadi, enerji siyaseti hemsiga aralashgan. Ahiri şu Sudan ikkiga bölüngen vaqtida mı bölünmanglar deb mi aralashgan. Hozir ikkiga bölünüp ketdi. Xitoyning sağgan mablag' hem shimoldagi Sudan hem janubdagi Sudan'a mablag' sağgan. Bu mablag'lar ikkiga bölünüp ketgandan keyin bu ikki devletning orasindagi munosabat yirikleşgandan keyin Xitoy bunu tuzash uchun hozirgacha qo'l silyapti. 2014'lerde Xitoyninki sharqiy o'tir sharq meselelerininki alaydı elchisi deydigan Wu Zike degan bir botdi. U bir maqolasida degan, ya'ni Xitoy o'zining menfaatini qo'g'dash uchun boshqa davlatlarninki ichki ishlarga aralashishga majbur deb. Hamda bu Xitoy keyingi yillarda, bo'libmi keyingi 10 yilda ishlab chiqargan mallar butun dunyoga yayildi. Bu yayılgan mallarınki xavfsizligini qo'g'dab qilish uchun ve mallarını texmi yaxshi setib yoki boshqa davlatlarninki ham moddalarini setib ilib Xitoyga olib kirish uchun cho'qim xavfsizlik jihatdan bir tirishchanligini ko'rsatish lozim. Bu tirishchanlik shunun bilan bu ichki boshqa davlatlarninki ichki ishlarga aralashadi degan gap bu. Yani Xitoy xalqni ichki ishlarga aralashmasin degani aslında Xitoyning ichidami shundoq Tibet, Mo'ng'ul, Uyg'ur, Hong Kong, Tayvan degandek shundoq ishlar bo'lg'ashqa xalqlar aralashmasin deyotdi, ama o'zimi aralashyapti. Bunda hozir men deb o'tgandek, bunda bir haksızlık, bir siyaset ma'nosi men deydigan bo'lsa, bunun neticesini ilish qiyin bo'ldi. Her gün g'arbliklar bununla jiq bisim ishildi bu jihatdan. Bence Xitoy bu gapni, yani ichki ishlarga aralashmanglar degan gapni devirib, oxiri shu o'zining gibi xalqlarga o'tmaydigan, o'zimi ishonmaydigan shunday bir ahvolga tushib qoladi deb o'ylayman. Xitoyning Germaniyadagi bosh elchisi bexatarlik bahanesi Amerika'nın kiyib olgan qalpiqi xolos. Agar Germaniya buni bahona qilib Huawei'ni 5G to'ri qurilishiga qatnashtirmasa, biz mi qarab turmaymiz deb Germaniyaga tahdid soldi. Germaniya Huawei şirketini 5G to'ri qurilishiga qatnashtirishni qaror qilganda, Amerika buningga qarta Germaniyani ogohlantirgan edi. Germaniyaning bu qarori bizga nimani tushuntirdi? Hazır şu Amerika merkezlik özününki konu şerik devletlerge bisim işiltiyordu. Huawei'nin işlep çıkan mahsulotlarını almanglar deb. Ama bu Avrupa devletleri Huawei'ninki işlep çıkan mahsulotlarını işletken takdirde ezengi toktaydı. Şununla bu ezenlikten töpeyli bu Huawei'ni taşlayamaymadı. Amerika'nın bisiminden töpeyli Garip devletler, mesela Germaniyadagi devletler, Huawei'ninki bir kısım mahsulotini işletish ve şundaqla Ericsson ve Nokia'nın şirketinin işlep çıkargan
mahsulotlarni mushunday aralashtirib ishlatgan taqdirda balki Xitoyga bog'linib qolmaymiz degandek bir tushuncha bor. Yevropa devletlerining ko'pi mushunday o'ylayotdi. Fakat bu Ericsson biraz şirketi biraz yaxshi ama Nokia şirketi biraz keyinde qolgan gap. Bunda bir paytda mushu Huawei bilan mushu Ericsson ikki şirket hem de Yevropada musobaqaga tushdi hamda. Bu yerda bir raqobatlik bor. Shuningga Huawei'ninki mahsulotini ishiltish o'zlariga bir foydasi bo'lg'achqa shundaq talab qilyotdi. Bundan boshqa misoliga g'arb davlatlarininki shirkatlari ham ko'pinchisi shaxsiy bo'lg'achqa, shaxsiylar ishiltiman degan vaqtida davlat uningga aralashgan vaqtida müdahale qilgan chaqda ba'zi masalalarni chiqib qolishi mumkin. Shuningga bu Amerika agarda Huawei'ninki mahsulotini ishlatmanglar degan taqdirda o'zi shu Huawei'ninki mahsulotiga o'xshaydigan bir nimalarni, texnologiyalarni ishlab chiqarish lozim, ya'ni Xitoyni qo'llash uchun. Hozir shu Yevropa davlatlar shunday bir ikkilamlik ichida Amerika nima qoyil qilaman deb, Xitoy nima qoyil qilaman deb tirishib kelyotdi. Ama Amerika'nın jakalagan narsa bu iqtisodiy, ticari bu menfaatlar emas, xavfsizlik meselesi. Yani Huawei şirketinin mahsuloti bilan birlikte nurg'un maxfiyatlarni o'g'irlab akitalaydiganligini jakalayotdi. Misolga Turkiyaninki shu telekommunikasyonninki asosini qurib chiqqan shu Xitoyning Huawei şirketi. Shuningga Turkiya o'zininki devletning arasında, devlet organlarının arasında şu iletişim qilgan chaqda, şu munosabatlarni qurgan chaqda boshqa bir sistemni qurib chiqdi hozir. Mana degan chaqda Turkiyada avam xalq ishlatgan vaqtida şu Huawei şirketining tayyor qilib bergan bu asosda qiladi, ama Türkiye o'z oldiga yani ayrı bir narsani quryapti. Şunun bazı devletler belki maşına bir yolnama tepiş mümkün. Çünkü bu ticaret degen mesele ya ki iktisadi menfaat degen mesele bazen de bu xavfsizlikte mi moyun bu kaldıgan ahvallar buludu. Bir günü bularning beşiğe bir xavfsizlik bir dert kelgen çağda o vaqtida belki yaxshiroq o'ylash mumkin. Yani bir jihatdan Amerika bilan Xitoyning arasındaki bu savdo urushi bilan birlikda texnologiya urushimi davom qilyotdi. Agarda Amerika shu Huawei şirketini betaraf qila olgan taqdirdami, g'arb davlatlar hamda bu Huawei şirketininki mahsulotlarini belki ishlatmaslik qarori bilan belki Huawei'ni ijrolashtirish mumkin, ama hazırki paytda bu tehi ko'rinmadi. Xitoyning 4 şirketi Amerikada saxta mahsulot ishlab chiqarish bilan ayblanib, sotlanib, Amerika Cisco şirketi da'voda yengib chiqdi. Sot mahkamasi yaqinda bu 4 şirketga mangulik cheklash qarorini e'lon qildi ekan. Qarorga asosan bu 4 şirketning barliq mablag'i to'ngiltilib, Amazon, eBay qatorliq tor savdo suplarida ularning mollarini sotish cheklandi ekan. Yevropa parlamenti Xitoyni jazolash qarori tasdiqdan o'tdi. Shuning bilan birga Xitoyning mustabid hokimiyatlarini kuzatish texnikasi bilan ta'minlovchi eng chong davlatga aylanganligi diqqatni tortdi. Xitoy 63 davlatga kuzatish texnikasi sotgan hamda Xitoyning bu texnikalarni Sharq Turkistonda sinab qilganligi oshkorlangan. Xitoy g'arbdagi demokratik ellardan tepki yeb, o'zining bu texnikasining bozorini mustabid hokimiyatlarga setib, yanada foyda olmoqda. Bu texnika Sharq Turkistonni usti ochiq turmaga aylantirdi. Bu ahvol bizga dunyodagi nurg'un odamning mustabid tuzumning ziyonkashlikka uchraydiganligini tushuntirdi. Xitoyning o'zi yasab chiqqan aviamatkini ishlatishga boshlaganligi xabar qilindi. Hamda boshqarilgan bombasini sinab qildi. Xitoy o'ziga to'xtamay ulfatlash izlayotdi. Xitoyning bu texnikasining yamirishi yer shari uchun baloyi ofatdan boshqa narsa emas. Mustabidlarning birlik saf qurishi bizga nimani tushuntirdi? Hamda Xitoy dunyoning ikkinchi kuch bo'lgandan beri Amerika uni nishonga olgan. Ya'ni Xitoy uzun muddatda Amerikaningki shu yer shari bo'yicha manfaatlarga
dokunudu ve menfaatiga ziyan berdi deb. Hem de bunda bir paytda Xitay şu Amerika karşı çıkış için özününki şerik devletlerini izlashga tirishdi. Bu şerik devletler belki hemmisi bu Xitayning yinida tumusima, ama şu iqtisod jihatdan, tijorat jihatdan, texnologiya jihatdan Xitoyga beqinib qolgan ba'zi davlatlar bo'lib qolsa, amalsizlikdan Xitoyningki atrofida turishi mumkin. Misaliga şu Uyg'ur meselesini deb G'arb dünyası ve şu Şark dünyası bulup 23 devlet ile 53 devlet mında ayrımı bo'ldi. Misalga şu 53 devletni hammani qo'shgan vaqtida şu ilim deymiz, teknologiya deymiz, şu kural deymiz, şu jihatdan Amerikaga teng kelmaydi. Shuningga Xitoyningki ishg'ollaydigan sherik devletler şu Xitoyga muhtoj tuyulgan devletler bo'lishi mumkin. Bu devletler normalde aciz oldu. Xalqaro sahnalarda gaplar pek ötmeydi, ama Birleşken Devletler'de misalga bir mesele hakkında karar ilingan vaqtida, ama o aciz devlet bolsa ularning qo'lida bir san bo'lg'ashqa, bir ovoz bo'lg'ashqa, u vaqtida Xitoyga yardım qila oladi. Bunda Xitoy o'zining sherigini to'plasa, Amerika o'zining sherik devletlerini yig'sa, o vaqtida Şark ve G'arb arasında bir rekabet paydo bo'ladi. Rekabet texmi cho'nqurlashgan vaqtida bu G'arb ve Şimal G'arb ve Şark arasında bir şu soğuk jangga o'xshaydigan bir ahvol paydo bo'ladi. Bu ahvol paydo bo'ldi degan bor, endi boshlaydi degan bor, oldimizdagi yillarda boshlaydi deganlar bor, ama Xitoy merkezlik ve Amerika merkezlik ikki tarafninki bu xil dokunuşluk hazırlıktan başlapla ko'rinyapti. Ama kutgan bu soğuk jangninki alaytliklarining hammasi tek o'ttirib chiqmadi. Bu keyingi zamanlarda chiqib kelishininki ehtimoli texmi cho'ng da'votidir. Hozirgi mutaxassislar shunday qarayapti. Undaqda şu Xitoyga ergashgan devletler kelgusida şu Amerika merkezlik G'arb devletlerinki bisimi ve cezalandırışga bir sebep bo'lib qolishi mumkin. Shuningga uzun müddet degan vaqtida bu Xitoyningki yanada ya'g'an bu devletler asta belki o'zini tortilishiningki yo'lini izlaydi deb o'ylayman. Yevropa İttifaqıdan İlham To'xtiga Sakharov mukofoti berildi. Mukofot lavhasi Uyg'ur yozig'ida yozilganligi uchun bu Xitoyni bek bearam qildi. Biroq bu ahvollar vatanda zulm tortayotgan xalqimizning ahvolini o'zgartirishga ta'sir ko'rsatmadi. Xitoy yangi qirg'inchilikni to'xtatmadi. Endi buningga qarta biz yana qanday ishlarni qilishimiz kerak? Tabii bir İlham To'xtininki bir mukofoti bilan Xitoy o'zgartirgan bir Xitoy emas endi. Bundan evvel Xitoydan bo'lgan Liu Xiaobo şu Nobel tinchlik mukofotini olgan. Ama yine Xitoyni o'zgartirmadi endi. Xitoy aksine ben o'zgarmayman deyapti. Ve şu Xitoyningki partiyaning qurilgan 100 yilligida Xi Jinping'ninki bir doklati var. Chet elliklar bizga unda ders berman deb o'zini cho'ng bir ma'lum deb ko'rmasin deydi. G'arbliklar o'zininki shunday qimmat qarashlarini bizga tangmasin deydi. Biz o'zimizning yo'lda mangmiz, o'zimizning qimmat qarashlari bor deydi. Ya'ni bunda degan chog'da sen bu xil shunday inson haqlari bilan munosabatlik mukofotni bersangmi bizni o'zgartirmaysa deb qarshimi chiqyapti hozir. Xitoyningki bunda qarshi chiqishi G'arb davlatlarininki Xitoyga bo'lgan manfiy qarashlar borgan sari hamda ko'paydi. Xitoyningki obrazmi shu G'arb dunyosindami borgan sari satlashidi hamda. Xitoy mushunga qarmay o'z bilganini qilib ilib beryapti ba'zi faoliyatlarni. Misaliga eng cho'ng faoliyatining birisi bo'lsa, shu Uyg'urlarni jazo lageriga solash. Bu G'arb dunyosidan bir bisim kelib qolsa yoki bir tanqid kelib qolsa qanday qilamiz degandimi, Xi Jinping markazlik hukumatimi G'arbliklar g'ingshib qo'ydi, undan keyin yo'qoladi deb shunday tushungan.
Bu xil tushunchalar hujjat shaklida chet elga chiqqan sari chet elliklar texmo Xitoyni yaxshi taniydi. Xitoyni yaxshi tanigan sari Xitoyningki shu yomonliklarini shunda vahshiy va dahshat bo'lganligini tushunib yetadi. Unda vaqtida balki g'arb dunyosi hep birlikte Xitoyga besim ishlatgan vaqtida Xitoy balki siyosatini o'zgartirish mumkin. O'zgarmasimi bu besimdan tupayli Xitoy siyosiy markazdanmi cho'g'ilishninki ehtimolimi paydo bo'ladi. Agarda yana bo'lmay qolsa, misoliga tarixda necha qitim ko'rdik, 1840da Opyon urushi bo'lgan. Gerçi İngilizler shu o'zining qo'lidagi kumushlar Xitoyningki bozoriga ko'p kirib ketib, uning yeriga opyon setish degan bir sabab bilan boshlangan bo'lsa-mu, ama o urushdan keyin Xitoy bilan imzolashgan Nanking kelishimi aslında Xitoyni shu xalqaro tuzumga va xalqaro qonunga bo'ysundirishninki bir urushi. Keyin shuning bilan Angliya bilan Fransiya Xitoyga hujum qildi. Va podshoh qochib ketdi Beijingdan. Ondan keyin pul to'lash masalasi bo'ldi. U pulni to'layolmay ojizlashgan. 1900 yilida 8 shu davlat birlikda Xitoyga hujum qildi. Ya'ni Xitoy agarda g'arb davlatlar bilan shunday munosabatni ravon qilmagan taqdirda ham o'zining tijorat, iqtisodi, shu texnologiya, ilm degandek shu sohadama bir ziyon tortadi va davlatninki shu xavfsizligi jihatdama qattiq ziyon tortadi. Shuningga Xitoy bunda qarshi chiqman deydigan bo'lsa, buningki bir bedelini to'lash lozim. Bu bedel bugün to'lamasimi, ertugunga qarab buni to'lashga majbur. Xitoy agarda iqtisodda, texnologiyada o'z oldiga shundaq tirishib dunyoninki cho'qisi chiqqan bir davlat bo'lgan bo'lsa maylidi, ama Xitoyninki yuksak texnologiyaninki eng muhim qismlari yana shu Amerika va g'arb davlatlardan keladi. Hamda o'zininki iqtisodiy va tijoriy manfaatini shu g'arb davlatlar bilan qilgan taqdirda cho'ng foyda ilyapti. Misolga Xitoyning tashqi tijoratininki 1/3 Amerika bilan aminlashyapti. Ya'ni Xitoy g'arb davlatlarga qarshi chiqib uzun muddat qolamaydi deb o'ylayman. Shuningga Xitoy kelgusida bir o'zgarish bo'lmasa, bir islohot bo'lmasa, bir innovation bo'lamasa, ya'ni qilamagan taqdirda bu o'zgarishlarni Xitoyningki ishimi chataq deb o'ylayman. Xitoyning bu qitim Tungan imomlarni radga selish bahonasi bilan zarba berish nishoni qilganligi oshkorlandi. Xalqaroning shunchalik besim ostidami yanli o'zining bilginini qila olishidagi sababni bizga tushuntirib bergan bo'lsangiz. Xitoy bu orqali nima maqsadga yetmoqchi? Hamda Xitoy keyingi yillarda yukselib dunyoning ikkinchi iqtisodiy kuch holiga keldi. Bu salohiyatga erishdi. Erishgandan keyin Xitoyningki ichida mana bir tushuncha paydo bo'ldi. Biz 100 yil avval shu g'arbliklar bizni bo'zak qilgan, bizni ezgan, bizni yerim mustamlika davlat holiga akagan. O bizningki milliy nomusimiz, bu nomusimizni tozalash uchun bundan keyin shu g'arbliklarga qattiq chiqish lozim va shu o'zimizning bilgan siyosatda mengish lozim degan bir ko'z qarash hozir ham Xitoyningki siyosiy markazda hamda xalqlarning orasida bir qism odamlarda bor. Misolga Xitoyda shu millatchi mayli bu general bo'lsin, mayli bu ziyoli bo'lsin, mayli bu tashqi siyosat mutaxassislari bo'lsin va bir qism siyosatchilar bo'lsin, bular shu millatchi tuyg'uni jakalab xalqni tarbiyalayotdi. Ya'ni chet eldagi bu besimga qarshi biz milliy birlikni qurib turib qarshi chiqamiz va milliy birligining qurilgan taqdirda bu temir po'lat bilan qurilgan setichingdek bo'ladi. Shuningga qo'rqmaymiz deyotdi. Aslida Xitoyda texmi shu rasional o'ylab tushundigan nurg'un odamlar bor. Bu odamlar hammasi chetga qiqildi hozir. Bularningki ovozi hozir chiqmayotdi.
ve şu nimede videolarda bolsun ve yazıklarda bolsun sap şundak milletçilikni qozgandırdıgan bir siyasetni veya bir tuygunu yartıvadıdı. Aslında bu milletçilik eğer de yüzünü üstün görüp hakını pes kögen takdirde o vakti bu milletçilik ırkçılıkı kırdı. Irkçılık kırgenligi hem de dünyanın ki tarihi bu isinde bu ırkçılık neydi? Yaman eski nesi. Eğer de Xitay şu ırkçılıkını devam kıldırgan bolsa halkara dünya bununla yol vermeydi dep oylaymandı. Bunda yol vermegen takdirde Xitay belki teximi şu milletçilikke özüne bağlap kılış mümkün. Ama milletçilik degan narsa bu xuddi ikki taraf keskin bo'lgan qilich o'xshaydi. Bir taraf haqni kesgan bilan bir tarafning o'zini kesadi. O o'zini kesgan vaqtida Xitoy ondan keyin bu yara olgan bo'ladi. Bundan sırt Xitoy şu Mao'nun vaqtidagi bir ideyalar bilan ya'ni şu birlikni barpo qilaman deb tirishyapti. Bu konu narsalar yeni meselelerni hal kılamaydı. Yani konu esvapla yeni çıkan meselelerini hal kılamaydı. Şununla yeni esvaplarını tepiş lazım ama Xitayning tapkan nesler hemisi konu nesler. Yani Mao'nun vaxtida qilib qolgan narsa, G'arb devletlerde dikkat kıldırgan bu milletçilik bu düşünce ve iqim. Yani birisi olsa Xitay konrab qolgan ko'ngizning ideyalarini şu dünyaya yayman davatıdı. Bu konu narsalar bilan bir yerga bog'liq bo'lmaydi. Xitoy yenisini mi yaratamayotdi. Çünkü hozirgi bu zihniyat bilan, hozirgi bu aql bilan, hozirgi bu kalla bilan undaq narsalarni yeni narsalarni mi ijod qilamayotdi. Bu mayli teknik jihatdan bo'lsin, mayli şu ideya jihatdan bo'lsin. Belki Xitoy bu ahvolni ko'rgan, ya'ni men davatgan şu meselelerini Xitoyning bir qism odamlarmi biladi deb o'ylayman. Eğer de Xitoy o'zgarib qolgan taqdirda belki şu ziyanlıklardan qutulalaydı ama eğer de qilamagan taqdirda bu ziyonni tatidi deb o'ylayman. Xitoy universitetlarining maktab nizomnomasiga tuzitish kirgizganligi oshkorlandi. Xitoy hukumatı o'zining hokimiyatini saqlab qolish uchun ma'rifni qattiq kontrol qilganligi, maktablar butunlay siyosiy maktabga aylanib qilayotganligi bildirilgan. Buningga avmummi qo'shilgan. Şining bu hükümranlıqdan Xitoyning yana bir qatim ma'rifni vayron qilganligi ayon bo'lmoqda. Xitoyda g'alit holat ko'rilyapti. Xitoy hukumatı yoshirishga tirishayotgan bo'lsa-mu, har qaysi taraflardan qattiq buzilish bo'layotganligi ifodalanyapti. Madaniyat inqilobi 10 yil davomlashgan. Sizcha Xitoydagi bu mezgil qanchalik davomlashadi? Bence medeniyet inqilobiniki 10 yildan qisqa bo'ladi deb o'ylayman. Medeniyet inqilobı vaqtida hem de Xitoy ichiga yipiqliq bir devletti. Hem de bu chet devletler bilan munosabatimi unchalik qo'yib emasdi. Ba'zi bu sosyalist devletler bilan bo'lgan munosabati bor. Shunga bu tijorat bo'lsin, iqtisod bo'lsin, ma'rif bo'lsin, siyoset bo'lsin, şu Xitoyning ichida paydo bo'lib, ondan keyin harakat qilib, ondan keyin natija ilib qilgandek ashuna bo'lgan. Ama bugün Xitoy dunyoga ichilgan bir ahvolda. Ichilgan deganim şu tijorat va iqtisod jihatdan odimi. Hem de ilim bilan şu texnologiya shunda. Agar da Xitoy dunyoda shunda jiroqlashib qolgan taqdirda tatadigan jiq ziyon bor. Abemede ötüm yani konu narsani ekilib şu ko'zlari ichilib ketgan Xitoyni yana şu bisim ostida tutman deyish o qiyin bir mesele. Hazır meyle mektepte belki kılalaydı. Siyasi ügünüş şeklinde bunu kılalaydı. Başkanınki, başlıkınki ideallerini ügünüş diyendek. Ama Xitoy hazır şu İctimai Fənlər Akademisi de mi şu siyasetini ilip bir vadıdı. Eğer de bu siyasi bisiminin aslında bu ilim adamlarının ilmi nəslini çıkırış için onda asan bo'lmaydi, yani çıkıramaydı bunda bir siyasi atmosferden aslında kalgan ziyalılar yeni neslen çıkıramaydı. Yeni görüş, yeni göz qaraş, yeni ideyani çıkargan çağda ağzı burnuğu yaydıgan gap. Şununla bu hemmisi hem de
merkez müşta istigen müşta istevat kaşka biz mi yağa rastladan o dep koyaylı dep maslışıp devam kılvadıdır. Bu nime digen bu kanda ahval peyda kıldı digende her gün siyasi merkez hükümetinin siyasetinde bir iç tarafta bir urçidel bulup kalgan takdirde ebeki yağanda maslaşkan adamlar hem de maslaşmaydıgan bir ahval buludu. Burun Mao'nun vaxtida nurgun Xitaylar Mao'nun gibi işinetdi. Mao'nun kösetken yolu toğur detti. Bugünkü Xitaylarning köpü hem de dünyanın ködü, özününki bir ideyaları var, közleri, anları içildi. Onun için bu xil siyasi bisim bile uzun bir mezgilge baramaydı dep oylayman. Bu sebepten tüpeyli şu Medeniyet İnkılabı'nınki o 10 yılda mı kıska buludu dep oylayman. Xitay bilen Rossiya Suriyaga qilinadigan insoniy yordamning yetkazilishiga to'sqinlik qildi. Suriya xalqiga bu qora qishda bu yordam yetkazilmasa, nihoyatda og'ir oqibat kelib chiqadiganligi ma'lum. Xitay bilan Rossiya nima uchun shuncha ko'p fuqaroning hayotini xatarga atdi? Hazırgacha şu Suriye meselesi oturup çıkandan beri Xitay bilan Rusya hazırgacha 13-14 qitim müşta tekliflerini red kılgan. Şundaqla Suriye'ge kıldıgan yardımı muşu sebepten tüpeyli toktap kalgan. Şununla bu Türkiye Cumhur Reisi Erdoğan'ı dünya 5'ten çoğundaydı. Bu 5'i oturulup şu dünyanın tinçliğine ziyan bir vadıdı deydi. Ortak fikirge kilemeydi. Hem de bu Rusya ile Xitay nime için bununla karşı çıkıdı degende bu teklifninki yardım teklifninki şu mahiyeti bile münasebetlik. Çünkü bu 4 milyon mülteci boğan Suriyeliklerge ya da şu chetde qilib qolgan xalqninki chegaralarga sığınıp kirgan muşlarga yardım qilamiz deb almoqchi bo'lgan bir karar. Rus ve Xitay deydi bunu şu Esad hükümetiga bir vas qo'llagan bo'lsak, bir vas onun yardım qilsak, o berib onundan keyin ularga ba'si bo'lmamdi deydi. G'arbliklar deydi, unda bo'lsa bu Esad'nınki kontrol kılamagan yerler, yani başkuramagan yerdeki Suriyeliklerge qanday yardım barıdı deydi. Hatta Türkiye müşketime dedi, bizninki bazı çigara rayonlarıma yardım kılaylı şu teklif sunulan bir kanca devletinin içinde Türkiye mi var? Ama bular mı red kılındı? Onda red kılındıgandan keyin Türkiye mi çigara yakın boğan Suriyeliklerge mi yardım kılamaydı degan gapimdi. Bu G'arb tarafdan qarag'anchaqda bu bir axloqsizlik bir hareket. Ama mavu Xitay ve Rusya tarafdan qaraydigan bo'lsak, bu bizninki Esad hükümetininki muqimligini qo'g'dash uchun biz qarshi chiqdik deyapti. Yani ikkisininki chiqish nuqtasi, yani nuqta nazari o'xshamaydi endi. Aslında Rusya bilan Xitayninki yana ansiraydigan bir narsa hamda şu Türkiye'dek, Amerika'dek, Avrupa'dek devletler şu yardım bilan Suriye'ninki ma'lum rayonlarga hakim bo'lalaydı, ta'sir doirasini texmi kengaytiradi. Bu vaqtida bizninki ishimizga to'g'ri kelmaydi. Bununla qarshi chiqish lozim. Yani bu g'arb kuchları Suriye üstündeki ta'siri acizlaştırmak için mi bu yardımga karşı çıkıvadı. Hem de bu hazırki biz bu vaziyetin içinde yaşavatqaşqa bu uruş jidalini misalga tönegün bo'lgan bo'lsa bugün unutup ketimiz. Yani haberler pek köp bo'lg'aşqa yeni haberini ko'rgan siri konu haberini unuttumuz ama tarih unutmaydı. Tarih baribir şu qilmishliklarni hammasini yozadi. Bu vaqtida hem de tarihçiler ve şundaqla tarihte anlamdaki bu qilgan xatolarni ve bu rehimsizlikni yazıdı ve kelgüsündeki insan için bir tecrübe buludu. Yani Xitay'daki, Rusya'daki devletlerinin bu qilgan bu yardımıga karşı çıkış bunda
bir siyasetini tanqid qildi. Xitoy tamojna bejini tushirishning 1-yanvardan boshlab ijro qilinganligini e'lon qildi. Tamojna bejini o'stirib, Amerika bilan baygiga tushayotgan Xitoyning tuyuqsiz tamojna bejini tushirishidan nimani tushunamiz? Buning Xitoyga qanday foydasi bor? Aslında bu tushirish Amerikaningki Xitoy bilan shu birinchi qadamlik savdo urushi haqida bir muzokara yig'inini ichish bilan bo'ldi. Ve şundaqla bunundan ki Xitoyningki ba'zi mallarga shu baj qo'ymaydiganligini e'lon qilgandan keyin Xitoy hamda Amerikaning qilgan bu yaxshiligiga qarshi o'zininki shu Xitoyga kirdigan mallarningki bajisini tushagan. Xitoy shu ticari urushi bilan birlikda, ya'ni savdo urushi bilan birlikda Xitoyningki siyosatiga jiq ziyon berdi. Ve Xitoyningki tashqi siyosatining, tashqi ticaretining umumiy sumumi azaldı. Hem de Xitoyda necha milyon adamlar işsiz kaldı. Bunda bir paytda Amerika bilan shu savdo urushini davom qilish Xitoyningki manfaatiga emas. Aslında Amerikaning manfaatiga emas. Çünkü savdo urushlarda hiç birisi kazanamaydı. Hemisi ziyan tortadi. Ama kim köp ziyan tortadi, kim az ziyan tortadi meselesi var. Hazırki paytda shu Amerika ziyanni az tortib, Xitoy jiqaroq tortadigandek ko'rinyapti. Hem de Xitoy shunga qarata shu tijorat jihatdan, iqtisodiy taraqqiyot jihatdan bir kuchlik mundaq tubdan bir reform, bir islohotni ilib boramayapti. Buningki shu ichki jihatdan bir masala bor. Misoliga iqtisodchi bo'lgan bosh ministr Li Keqiang'ningki plani bilan shu Xi Jinping va atrofidagi shu iqtisodchilarningki bergan fikr bilan bu ikkisiningki Xitoyni qutqizish, Xitoyning iqtisodini qutqizish ko'z qarashlari bir-biriga o'xshamaydi. Xi Jinping shu ig'ir kelgachga yoki Xi Jinping men qilaman deb turvag'ashqa hazırki paytda Xitoyning shu bo'libmi 2018dan bugungacha Xitoyningki iqtisodini tuzatgani yo'q. Aksi bir taraqqiyotlar bo'lyapti. Bunda bir paytda hamda Amerika bilan yana urushib so'qishib yurgan taqdirda ziyonning texmi cho'ngni tortadigan bir masala bor. Ikkinchidan bu Amerika'nın ve Xitoyningki arasındaki mutaxassislar arasındaki müzakerenin neticesinde şu savdo urushini 3'ge bölüp uruşaylıdaydı. En başta şu asan hal bo'ladigan meselelerini birinci qatimda birinci növbetde bunu hal qilaylıdaydı. Oturhal qiyin bo'lganlarni keyingi zamanda, ondan keyin tez bo'lganda texmi keyin bir zamanda qilaylıdaydı. Bunda bu ish hal qilishninki shu metod jihatdan yaxshi bir metod. Çünkü qila oladiganni boshda hal qilib, undan keyin qila olmaydiganni asta-asta shu vaqtga, yilga yeyib turib, undan keyin asta-asta hal qilish. Ama birinchi qatimliq bu suhbatda shu prezident Trump biz qazandik deydi. Xitoy tarafdan qazandik deydi, ama Xitoy tarafda bu meselege avazını çin çıkamaymadı. Bu nimi sözleşti, nimi kanda bir neye bağdı, kayaya bir noktaya bağdı, kanda bir çare tipildi, onu aldığımızdaki ayda aram bilaleyimiz. Bu aslında hal kıldı değil ama kinki kıyınlar tekimi kıyın buludu. Misalga Amerika'nın bir talebi var. Biz şu birinci nöbetteki asan bo'lganni hal qilgan taqdirda shu hal qilgan choralarni ta'qib qildigan, buni kuzatib turdigan bir hay'at qurilishi lozim. Ya'ni Xitoy rostla shu degandek imzo qilgan shu moddaga moslashib shundaq siyosatni ilib beryapti emasmi deb. Undaqda Xitoyning ishi qiyin bo'ladi. Çünkü Xitoyningki ticaret qilayotgan jarayonda, savdo qilayotgan jarayonda nurg'un ilmiy fikirlar bilan qazanayotdi. U vaqtida bu ilmiy fikirlar ishlamaydigan bo'lib qoladi.
Çünkü Amerika tarafı şunu çakalavatdı. Yani bu bizimki aramızdaki şu soda, şu tamponsuzluk. Yani bu rekabette bu haksız rekabet de vardı. Yani Xitay bu cidden çık pul tep bağlanlığına ve Amerika ve ziyan bir vatkanlığı da vardı. Eğer de mışında küzüp durduğun bir komite kurulgan takdirde Xitay onçilik çık kazanamaydıgan halığı kep kalıdı. Yani birisi misalga keyinki belki 3. kademde sözleşidir. Yani Xitayning şu Amerika bilan savdo ticaretini yaxshi qilish uchun, ravon qilish uchun chuqur ba'zi qurollarga boysunish lazım. Yani ba'zi qoidalarga boysunish lazım. Boysunish uchun Xitoyningki ticaret ve iqtisodiy siyosati o'zgarish lazım. Bu o'zgarish degan vaqtida G'arb dunyosininkki xalqaro tarafdan qabul qilgan aşık qoida usullarga boysunish. Xitoy bununla moslashish uchun işçiden bir çoğun bir islahatını elip berish lazım. Bu yalnızla ticaret ve iqtisod ile kalmaydı. Bu siyaset cetten, şu cemiyet cetten, kanun cetten hemsinde bir özgürlük buluş lazım. Çünkü kapitalizmin ki terakkiyeti demokrasi tüzüm bile, kanun devleti degan tüzüm bile maslaşkan bir kaydı bu. Xitay ticaret cetten, iqtisod cetten kapitalizm kılıp devam kılvadı da ama siyasi ve kanun cette yani o yüzünki tılda yüzünki igzli davatkan o sosyalizmni cakalavadı. Yani Xitay'nınki bir tüzümü siyasi, iktisadi, ticaret, kanun, cemiyet, marif degan bir kalamkan bir karma bir kurulması var. Amerika'daydı bunu netleştiriş lazım. Nime bulsa şu deydi. Eğer de 3. kademde şu kurulma karakterlik meselede ıslahatını ilip barısa degan vaqtida o vaqtida Xitay qiynalib qoladi. Çünkü Xitay eğer de Amerika'nın talep qilgandek demokrasi yolda mangmasan bo'lmaydi, G'arbninki qimmat qarashlarni qabul qilmasan bo'lmaydi. Çünkü bizninki bu baylık, bayashatlık, turmushningki refah yani yüksek seviyede yaxshi turmush yashash bu bizninki tüzüm bile siyasi kanun tüzüm bile buludu bu deydi. Ondaqda Xitay eğer de bir islahatını ilip barmen dep qalsa Komünist Partininki işi çatak buludu. Çünkü Komünist Partininki burun tarihten biri qilgan yamanlıklar bundan keyin köp partilik bir tüzüm kelgan vaqtida hemsi günahınki delil bulup oturup çıkıdı bu. Bundan keyin bu medyanınki erkinliği ve bu kişininki ifade erkinliği bile birlikte Komünist Parti'ni resva kılıbıdı demdi. Şununla bu Amerika'nınki en adaqlıq Xitay mütəhəssisi David Charbon şu 2 yıl evvel diyen Xitay Komünist Partisi hazırdan başlap şu Sosyal Demokrat Partiye aylansın ve şu G'arb devletlerininki sol partilerdek manda bir tüzümge kırsın, kırmagan takdirde Komünist Partisi yok oludu ve şundaqla Xitay çuguldu dep digendi. Xitay bununla naydı çin narazılığını bildirdi. Ama bu David Charbon Xitay'ınki dostu. Xitay mı onu dost dep köretti. Dost açık sözleydi degen bir gap var. Belki muş sebepten sözlegendi ama Xitay bu adamını tenkit kılıp saran kılıp etti. Yani demek ki hazırki Xitay takımında özgürlük bu ıslahatını ilip bardığan bir niyeti yok. Bundaqda bununki bedeli buludu. Amerika bu bisimle yani işildidu. Bugünküçe Amerika 5 tane devletini, üzgün meydan okuyan 5 devletini tizginleştirgen ama 6.'sı Xitay'dır. Xitay'nı şu tizginleştirişe tırışvadıdı. Eğer Amerika kazanılan takdirde hem de Xitay bu ikinci güçüne bu salayetini qoğdaşma kıyım oludu. Yani jığıp kelgen çağda Xitay hazırki meyli Şarkı Türkistan'da, Tibet'te, başka rayonda ilip biri atkan isim siyasetler, bu zulümlerini özgetmese, Tayvan'a karşı
bu korkutuş siyasetini düzeltmese ve Japonya'nın ki aralları menin aralım dep tarihte meninkiti hazır mı menin buluş lazım deydigan bunda statik yani özgermeydigan bir düşünce bile muşunalı devam kıldıgan bolsa Moğolistan ve Orta Asya'daki devletler ve şundakla Xitay'nın ki Cenub tarafta yine Çin'den şu Cenub Şark Asya'daki devletler mi ensreş ve korkuşa başlaydı. Çünkü Xitay bunda kılıverse bugün tarihte mi menin yerimde tarihte bizim bilikçi meşegi kegenti digenini bana kılıp o topraklara sahip buluş tırış mümkün. Şununla evet men digen ensreşte buluvatkan devletler Amerika'ya uçuk destek vermiş ama bence Amerika'ya karşı bir üşürün destekini birdi, kollaşını birdi dep oylayman. Yani Xitay özünü özgertmegen takdirde xalqlar onu barbir özgertdi. Yani mecbur özgertdi. Yani bilip turgunumuzdek Xitay işikni sirti qarta aşkandan itibaren hazırlıkgacha G'arbni har xil ilm-fikirlar bilan aldab keldi. O'zining manfaati uchun va boshqa davlatlarga ozroq manfaat bergan shaklda ko'z bo'yamchilik qilib, nihoyatda hiylagarlik bilan siyosat o'ynab keldi va bugungi kungacha davom qildi Xitoy kommunistik hokimiyati. Boy deganimizdek Xitoy agar islohot qilsa, kompartiya titrab turolmaydi dedik. Agar Xitoy yani başka ilm-fikirler bilen, yani başka bir xil şekildeki menfaatler bilen, yani G'arbninki şundaqla dünyanın közünü buyap, bu qitimki bu ötkelden mi? Ötüp ketiş ihtimallığı var mıdır? Bunun ihtimali mi var? Hem de G'arb devletler eğer de bir yürek, bir muş bulamasa, Xitay bunundan paydayıp gidiyor. Misalga deyli, Xitay muşu özününki bazırını bana akıp durup, çünkü bu bazar yaman çoğun, dünyanın en çoğun bazarı. Her kanda bir devlet bu bazardan icrak turamaydı. Şununla bu bazar Xitay için bir esvap emdi. Misalga muşundak iktisadi ve muşu bazarını bana akıp durup, Avrupa'ya kırvadı da hazır. Hem de Orta ve Şark Avrupa'nı hazır 17 plus 1 diyen bir münberini kurdu hazır. Yani 17 Avrupa devleti bile bir Xitay bile birlikte Avrupa'da hemkarlık kılıvadıdı. Bunda kılan takdirde G'arb Avrupalıklar bununla hap buluvadıdı. Misalga Germaniya bolsun, Fransa bolsun ve ayrılgan İngilizler bolsun. Misalga burunki German Taşqi İşlar Ministri Gabriel'ninki bir gibi vardı. Biz bir Xitayni bir siyasete kögeçke Xitay mı Avrupa'nı bir Avrupa dep kösün dep. Yani G'arb yani Avrupa'nı hazırdan başlapla işkiga bölüvadıdı. Yani Avrupa'nı işkiga bölüvatken takdirde Xitay texmi bir yerde asan iş kılalaydı. Avrupa birlik bolgan takdirde Xitay bu yerde oyun oynayamaydı. Amerika'da mı yani misalga Xitay bilan hamkorlik qilayli, Xitay bilan dushman bo'lmayli deydigan ko'z qarashlama bor. Yani dünyanın şarkını Xitay boshqursin, qolgan tarafni biz Amerika boshqurayli deydigan ko'z qarashlar bor. Bu ko'z qarashdagi bo'lganlar agar da Amerika hokimiyatining beshig'i kelib qolsa, bular shu siyosatni ip olgan taqdirda Xitay yana qozonadi. Bununki ihtimali bor deganim, shunday bir ahvolda ihtimali bor. Shuningga bu Xitoy o'zininki asboblarini va ishiltalaydigan vositalarni yaxshi biladi. Mushu vasita bilan, mushu asboblar bilan yana dunyoni ashunda bo'lib, u yoqqa bo'lib, bu yoqqa bo'lib, mayli bu iqtisod jihatdan bo'lsin, tijorat jihatdan bo'lsin, hatto ideologiya jihatdan desin. Chunki Xitoy dunyoga bir narsalarni sunyapti. Misolga Xitoy paraziti, undan keyin Xitoy plani, undan keyin shu dunyo jamiyatini, insonlik jamiyatininki birligini biz dunyoga sunyapmiz. Sizlar bizni to'g'risanlar, Xitoy modelini qabul qilsanlar, bizda kuchli bo'lasizlar deb shuni tashviq qilyapti. Ba'zi davlatlar hamda taraqqiyot qilayotgan davlatlar bo'libmi? Xitoy shuni qilib, undan keyin kuchli davlat bo'libdi. Biz ham shu Xitoyni to'g'risak deb
Xitoy mushu ideologiyasini ishiltib turib bo'lsa, yana mushu dunyoni bo'lalaydi. Agar dunyoni ko'p bo'layotgan taqdirda Xitoy mushu qaylamqanchilikda to'g'ash o'g'irlay oladi. Shuningga buning ehtimoli bor. Bu tamamen G'arb davlatlarininki Xitoyga qarshi siyosatininki nim bo'lishi bilan munosabatli hamdir. Rahmat sizga Erkin Akrem efendi, alayda vaqt chiqarib programmamizga qatnashib qimmatli fikrlaringizni televizor ko'ruvchilarimiz bilan paylaşganlığınız uchun televizor ko'ruvchilarimiz nomidan shundaqla barliq xizmatchilarimiz nomidan sizga chin ko'nglimizdan tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Men rahmat aytaman. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, strategiya to'g'risida so'raydigan savollaringizga vaqtida javob berish uchun maxsus bir el-xat adresi ta'sis qildik. Mutaxassislarimizdan so'raydigan savollaringlar bo'lsa, bizning el-xat adresimizga yozishinglarni tavsiya qilamiz. El-xat adresimiz strategiya@gmail.com. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, vaqt munosabati bilan bugungi strategiya nima deydi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi son programmamizda ko'rishguncha xushvaqt bo'linglar, xayr qo'sh.